Hop, birinchi darsligimiz 0 dan boshlab tushuntirib ketaman. Kaloriya nima? Bilganlar uchun eslatma, bilmaganlar uchun yangilik bo'ladi. Kaloriya любой yegan mahsulotimiz hazm bo'lgandan keyin kaloriyaga aylanadi. Uni tanamiz energiya sifatida ishlatadi. Endi ozish uchun, semirish uchun mana shu sizni kunlik sarflaydigan kaloriyangizga nisbatan farq qilish kerak. Ya'ni siz bir kunda 2000 kaloriya tanangiz ishlatsa, lekin siz shuni sarflash uchun tanangiz 2000 ishlatgani bilan siz iste'mol qiladigan kaloriyangiz agar 3000 bo'lsa, sizda mana bu ortib qolgan 1000 kaloriya o'sha yog'larga aylanishni boshlaydi. Shuning uchun har doim defitsit holatini keltirishimiz kerak bo'ladi. O'shanda tanamiz yetishmagan kaloriyalarni yog'lardan olib eritishni boshlaydi. Ves olishga aksincha xuddi shunaqa 2000 rasxod qilib turgan bo'lsa tanamiz 3000 yeyishimiz kerak bo'ladi. Qo'shimcha 1000 qo'shimcha profitsit holatini keltirib chiqarishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun kaloriya nazorati juda ham birinchi o'rinda turadi. Ikkinchi masala faqat kaloriyaga e'tibor berib, uni tarkibidagi bizga kerakli narsalarni esdan chiqarib qo'ymasligimiz kerak. Sababi faqat defitsitda ovqat hisobiga qilinsa, ozish paytida sizga kerakli oqsillar, yog'lar, foydali yog'lar, kletchatkalar yetishmay qolsa, bu ham tanada yaxshi o'zgarish bo'lmaydi, qotib qolish holati bo'ladi. Faqat kaloriyani hisobiga defitsit qilmaslik kerak. Chunki yegan mahsulotimiz 3 turga bo'linadi hazm bo'lgandan keyin. Oqsillar, uglevodlar, yog'lar. Oqsillarning ham turlari bor, uglevodlarning ham turlari bor. Yog'lar ham 2 turga bo'linadi. Ya'ni oqsillar hayvon oqsillari, o'simlik oqsillari. Hayvon oqsillariga go'sht mahsulotlari kiradi, hammasi baliq, mol go'shti, tovuq go'shti, o'simlik oqsillariga, hayvon oqsillariga даже tvorog hayvondan, ya'ni olinadigan mahsulotlar, tvorog sutdan olinadi, sigirdan sog'ilgandan keyin. Tuxum, bunda ham oqsil, to'liq oqsil deganda bu hazm bo'lgandan keyin aminokislotalarga aylanadi. Aminokislotalar zanjirlari to'liqlari asosan hayvon oqsillarida bo'ladi. Bu o'sha muskullarning qayta tiklanishi, o'sishiga javob beradigan aminokislotalar to'liq bo'ladi buning ichida. O'simlik oqsillarida to'liq aminokislotalar bo'lmaydi. Shuni hisobiga bular muskul qurishda, tanada katta rol o'ynamaydi. Bular shunchaki buni oqsilini tana qurishda unchalik hisobga olinmaydi. Asosan buni kerakli darajada yeyish kerak bo'ladi. Общий sutishli normada. Hammani tana vazniga qarab turib, o'zini sutishli normasi bo'ladi oqsilda ham. Endi uglevodlarga kelamiz. Uglevodlar ham 2 turga bo'linadi. Sekin singuvchi uglevodlar, tez singuvchi uglevodlar. Bular nima farqi bor? Tez singuvchi uglevodlarga shakar mahsulotlar, mevalar, nonlar, bular hammasi tez singuvchi uglevodga kiradi. Bular qonda insulinni sirazi ko'taradi. Qonda shakar miqdori, glyukoza ko'tarilgani hisobiga bu tez ishlab ketadi energiya bo'lib, sizga uni kun davomida sifatli energiya bo'lib ishlamaydi. Shuni hisobiga tez singuvchi uglevodlar yegan odam yana ochiqlaydi, yana ko'p yeb qo'yaveradi. Natijada buni kaloriyasi oshib ketaveradi. Qorni to'ymaydi, lekin o'zi to'qlik hissi bo'lmaydi. Sekin singuvchi uglevodlar, bular asosan grechka, ovsyanka, guruch, garoh, bularda sabzavotlar, bular sekin singuvchi uglevodlarga kiradi. Bular tanada sekin qonda glyukozani ko'taradi. Shuni hisobiga kun davomida sifatli energiya bo'lib ishlab beradi. Shuning uchun asosan ozish paytida sekin singuvchi uglevodlardan foydalanish kerak. Shunda sizda to'qlik hissi ko'proq bo'ladi. Ochlik hissi bo'lib qolmaydi. Shuning uchun ovqatlarni ham sifatligini yeyishga harakat qilish kerak bo'ladi. Yog'larga keladigan bo'lsak, yog'larning ham 2 xili bor. Ya'ni trans yog'lar, foydali yog'lar, trans yog'lar, zararli yog'lar bor. Trans yog'larga asosan mayonezlar kiradi. Mayonezlar shu trans yog' bo'ladi, bu tanada o'sha jinsiy gormonni ko'tarib yuboradi, gormonlarga ham ta'sir qiladi. Foydali yog'larga zig'ir yog'i, zaytun yog'i, asosan yong'oqlar kiradi. Bularda ham yog'larda umuman olganda kaloriya juda ham katta bo'ladi. Misol, yog'larni 1 grammi 9 kaloriyaga to'g'ri keladi. Uglevodlar bilan oqsillar 4 kaloriyadan to'g'ri keladi. Shuning uchun hammasini o'zini hisob-kitobida, o'zingizni tana vazningizga kerakli darajada yesangiz, o'shanda sizda yaxshi natija bo'lishni boshlaydi. KBJU deydi, yana bitta narsa qolib ketibdi. Kletchatkalar. Kletchatkalar nima? Kletchatkalar mana bu oqsilni tanada singishiga, so'rilishiga javob beradigan narsa. Bu asosan salatlarda bo'ladi. Ya'ni salat deganda bodring, pomidor, zelen, shunaqa sabzavotlarda asosan kletchatkalar bo'ladi. Buni ham kerakli darajada iste'mol qilinmasa, oqsillar yaxshi sintez bo'lmaydi. Shuning uchun общий shu sutishli normada kletchatkalar ham yetarli darajada bo'lishi kerak. To'qlik hissini ham
yaxshi beradi, metabolizmni ham yaxshi qiladi ancha. Metabolizm bu tanada modda almashinuvi, ya'ni siz yegan ovqatlaringiz hazm bo'lishi, shunaqa oqsillar, uglevodlar, yog'larga bo'linib, organizmga kerakli moddalarga, makronutrient, mikronutrient, ya'ni vitaminlarga bo'linib, organizmga o'zi singishi uchun sizda o'sha metabolizm holati tez bo'lishi kerak, yaxshi modda almashinuvi bo'lishi kerak. O'shanda bularning hammasi singib tanaga kerakli energiyani beradi.